Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning hadisi muboraklari borki, bada al-islamu g'ariban va sayaudu kama bada fatuba lil ghuraba. Islom g'arib bo'lib boshlangan va g'ariblikka qaytadi. Avvalgi boshlangandaqa g'ariblarga jannat bo'lsin dedilar. G'ariblar kimlar? G'ariblar fohisha, zino, ma'siyat, mast qiluvchi ichimliklar ichib yurgan, gunohlar qilib yurgan yigitlar ichida qanday qilsam Allohni rozi qilar ekanman? Qaysi amalim sunnatga muvofiq bo'lyapti ekan? Qaysi amalim bid'at bo'lyapti ekan deb har bir hayotida o'zini tekshirib yashayotgan, kitobi sunnatga o'zini muvofiq qilishlikka urinayotgan yigitlar fohishaboz, bid'atlarga cho'mgan, butun zino, mast qiluvchi ichimlik, kashandalik shuni ichida yashayotgan yigitlar ichida g'aribdir. Bu qanchalik ularga qalbi bilan, "Ey birodarlar, haqqa yuringlar" desa, uni tushunmaydi. Hayotni gashtini bilmayotgan nodon deydi unga. G'ariblar kimlar? O'zini oilasini shariatga muvofiq yurishligiga targ'ib qilsa, farzandlarini shariatga muvofiq yurishlikka targ'ib qilsa-yu, ayoli aytib tursaki, siz zamondan orqada qoldingiz deb tursa, bu farzandlari uni tushunmasa, siz faqat gapingiz oxiratdan boshqa gapingiz yo'q desa, mana bu oilani o'zida bu odam g'aribdir. G'arib kim g'arib? Farzandki haqiqiy islomni qanday qilib amal qilsam bo'lar ekan, qanday qilsam islomga muvofiq yasharmikinman deb turibdi-yu, shunda otasi, sen mendan bo'lganmisan? Nimaga yoshlarga o'xshagan o'yin kulgilarga bir g'arq olmaysan? Nimaga sen bo'lmay yigitlarga o'xshagan mana u to'ylarda mast qiluvchi ichimliklarda ichib bunday yigitlik davrini surmaysan deb xitob qilib tursa, onasi senga nima bo'ldi? Mana bu o'yin kulgilardan voz kechib sen butun hayoting mana bunday, butun o'zingni saqol qo'ygan, mana bunday sen butun islomdan boshqa gaping yo'q qoldi seni. Diyatgan farzand ham g'aribdir. G'uraba. Hozirgi vaqtda o'zini qanday qilsam sahobalarni ayoliga o'xshayman ekan, qanday qilsam azvoji mutahharotlarning hayotiga